ئالماشتۇرۇش. Bir kuni keyin qarg'a chashqanni uyga o'ynashga taklif qilibdi. Qarg'a chashqan uning bilan taraqqa yamishib, yeb ichib, nihoyat ko'ngilli o'ynabdi. Qarg'a chashqan: "Tiyinning uyi daraxtning ustida bo'lg'achqa, quyosh nurimi, sof havomi yetarli ekan. Men shundaq yerda turgan bo'lsam, yaxshi bo'lar ekan", deb o'ylabdi. Ikkinchi kuni qarg'a chashqan tiyinni uyiga o'ynashga taklif qilibdi. Tiyin uning bilan to'shiklardan yer ostiga tushib, yeb ichib, to'limi ko'ngilli o'ynabdi. Tiyin: "Qarg'a chashqanning uyi yer ostida bo'lg'achqa, qishda issiq, yozda sovuq, ham nihoyat jimjit ekan. Men shundaq yerda tursam, nima degan yaxshi bo'ladi", deb o'ylabdi. Bu kuni ikkisi boshlarini bir yerga akilib, u bir eg'iz, bu bir eg'izdan o'zining o'ylaganlarini deb mundishibdi. "Yaxshi-ku, ikkimizning o'yi bir yerdan chiqdi". Ular hayajonlikdan quchoqlashib ketibdi va alqonlarini 3 qatim urib, o'ylarini almashtirishni qaror qildi. Ko'chimiz debla ko'chibdi. Tiyin yer ostida turibdi. Bir kun tura turmay, u qattiq bearam bo'lib, ichi siqilibdi. Bu yer kun bo'yi qop-qorong'u, ham nam. Nadimi daraxt ustidagi uyimdek yaxshi bo'lsin. Qarg'a chashqan daraxt ustiga ko'chib kelgandan keyin quyosh parlab chiqibdi. Quyosh nurida u ko'zini ocholmabdi. U yana necha qatim daraxt ustidan tushib ketgili tas qapti. Qarg'a chashqan qo'rqib kun bo'yi uyda o'ltiribdi. Sirtqa chiqishga petini olmabdi. U daraxt ustida turishning butunlay tirik turib azob chekish ekanligini bargan siri his qilibdi. Bir kuni savol vaqti bilan u ikkisi yana daraxt ustida bosh qo'shishib, u bir eg'iz, bu bir eg'izdan o'zlarining dardini to'kibdi. "Pah, ikkimizning o'yi yana bir yerdan chiqdi". Tiyin bilan qarg'a chashqan adab bilan qo'l siqishib, har qaysi o'zining asldagi uyiga qaytib ketibdi. Askartish: hikoya tugatgandan keyin bolaga o'ziga mos keladigan choyning andin eng yaxshi choy ekanligini aytish. Dastlabida nima uchun tiyin bilan qarg'a chashqan bir-birisining o'ylariga havas qilishidi? Nima uchun yana ular o'zlarining asldagi uyiga qaytib keladi?